Shoshilinch xabar: Xabi Alonso Real Madridni tark etdi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, men sizga to'liq ma'lumotni tushuntirib beraman. Bilasizlar, o'zi so'nggi 3 oyda Ispaniyaning katta nashrlari Alonso Realdan bo'shatilishga juda yaqin deb ma'lumotlar tarqatishayotgan edi. Kecha bo'lib o'tgan finalda jamoa mag'lubiyatga uchragandan keyin Xabi Alonsoni hech kim ishdan bo'shatmadi. U o'zi jamoa bilan kelishgan tarzda rasmiy ravishda Realni tark etdi. Uning o'rniga esa jamoa allaqachon akademiya bosh murabbiyi Arbiolani asosiy qilib qo'yishdi. Balkimda kimdir bu ma'lumotdan rostdan ham xursand, ammo meni fikrimcha Alonsoga yodganda mavsum oxirigacha vaqt ajratilishi kerak edi. Chunki u o'zini allaqachon qanchalik yaxshi murabbiy ekanligini Germaniyada namoyish etdi. Ammo bilganingizdek, Real bu oddiy klub emas. Bu yerda har bir xato, har bir noto'g'ri harakat juda qattiq tanqid qilinadi. Afsuski, yana bitta murabbiy bu narsaga tayyormas bo'lib kelgan ekan. Xo'sh, siz bu haqida nima deb o'ylaysiz?